Bu qanday musor? Aniq men buni o'qimagan bo'lardim. O'zga dunyoda tirik qolish qo'llanmasi deb yozilgan. Mayli o'qib ko'raychi. Paketga suv beraymi? Paket 500 so'm turadi. Paketga pul so'raysizmi? Ha, mayli, sen biz yangi mijozimiz bo'lgani uchun senga chegirma qilib beraman. Nimaga ham bu musor qo'llanmani oldim? Xuddi boshqa dunyoga ketmoqchiga o'xshayman. O'zga dunyoda tirik qolishning birinchi qoidasi: agar siz bexosdan o'zga dunyoga tushib qolgan bo'lsangiz, shunchaki chuqur nafas olib chiqasing. Yebayt birosan ham tinchlandimi? Qattaman bila. O'zga dunyoga tushganingizda tirik qolish uchun qo'llanma. Uni oxirigacha o'qib chiqishga harakat qiling. To'xta, bu o'zi qo'llanmamidi? Bunaqa musor qo'llanmalarni kim o'qiydi o'zini? Pizes cho'ndim, qo'llanmani oxirigacha o'qiyman. Bilyapman, tirikmanmi? Jo'nali, demak biz sen o'lganingdan keyin sen bilan qaysidir vaqt nuqtasiga qaytamiz. Demak, men endi super qahramonmanmi? Sen shunchaki o'lib turasan va sen shunchaki musorsan bilaydi. Jeli, pullar ichkazna qo'y. Men bu basharani qara. Bu yo'l to'sar pidarazlar va g'irt ko'p bo'lib ketgan gandollardir. Bu gandollar faqat 3 ga 1 chiqa oladi. Vaziyatni tekshiramiz. Muammo yechishning ikki yo'li bor. Birinchisi tinchgina o'shish, ikkinchisi esa zo'rlashyapti. Yordam! Kelib o'zingni yop. Men yordamga keldim, chiroyli qiz. Bilasan, o'g'il bo'lamasan, mayli, men ketdim, naxuy. Katta ko'krakli yo'q ekan, yordamim yo'q. Bizdes naxuy. Unda birinchi variantga o'tamiz. Basharangga pashsha qo'nibdi. Bu meni jalab deganing uchun. Keyin naxuy. Aka, deb siz qilaman, zo'rlashyapti, yordam bering. Senimi hali? Ko'tarib chiqazadigan zarba. Ko'takanu. Tezda javob berchi, mana o'nchog'im sen qo'llaganmiding? Men turganda o'ychoqni nima qilasan? Ko'tingga tiqasanmi? Sen o'zi kimsan? Endi himoya qilishga majbursan. Hech qachon iding naxuy. Mayli, o'nchog'ini topamiz o'zunda. Qidiramiz, yana qidiramiz. Ana bu yerga qarab bitta qiz yo'qolib qolibdi. Hoy, nega biroz inson, o'toning qayerda? Hoppa, bunga qara, menda nima bor? Buni qarometga tiqib ikkita qilishimiz mumkin. To'liq stafiga qo'yamiz va mayya sodir bo'ladi. Pizdes. Miyingga qo'qtirganmisan? Qidiramiz. Xo'sh, bu yana qanaqa musorxona bo'ldi? Meni uyimda itarib Kechir, bu sening uying ekanligini bilmagandim. Shunchaki bitta savolimiz bor. Yaqinlashma, yo'qol, meni uyimdan yo'qolib bilan. Sho, yebay. Da bilachman, shunchaki sen o'g'irlagan narsani sotib olmoqchiman. Men nimani o'g'irlanman? Meni yuragimni. Yo'q, sen onayni. Qaraychi, siz menga emaillarni o'nchog'ini, men esa sizga bu zaryad o'chgan musor telefonni. Men ko'proq berishim mumkin. Auksion jangi. Bu vaziyatda orqangdagi miya bilan ham o'ylashing kerak. Va raqibning orqa miyasini itarish bu to'g'ri yo'l emas. Kodga 28 marta pichoq bilan udar. Qani endi 28-inchisi. Mayli, unda orqa miya bilan o'ylash vaqti keldi. Salom. Yuraklarni sevaman-da. Razmar harakatlar aytishgandek, zo'r narsalar tez tugaydi. Xuddi sening hayotingdek. Nihoya siba. Kodga 28 marta pichoqdan keyin. Men bu yana qanaqa dalbo'yib bo'ldi, bilmasam. Yaxshi tong, kodliklardan boshlanadi. Men tushundim, u kod. Ko'p asrlardan beri tirik qolish uchun kerak bo'ladigan qobiliyatlardan biri kodni qisishdir. Bundan kelib chiqqan holda seni suhbatdagi natijalaring bilan qobiliyatlaring bilan o'zingga qanaqa ish qilasan bolajonim? Mayli, random tanlaymiz. Xizmatkor. Qattiq ishlayman. Juda ham qattiq ishlayman. Bizdes ishlayman. Ishdagi kodliklaring bilan tabriklayman va seni asosiy boshliq roliga ko'taramiz. Xursandligimdan ko'z yoshlarimni tiyib tura olmayman. U qayerda o'zi? Narigi dunyoda. Ko'p qochish vaqti keldi. Ogohlantirib qo'ymoqchimanki, faqat biz professional qo'llanmamiz o'zga dunyoda tirik qolish uchun qo'llanma. Yana qandaydir urinmalarga to'g'ri kelmaydi. Bu bilan ba'zi qobiliyatlarga ham, masalan, yo'l topish. Qayerda men bilaydi? Suv topish. Yordam, hozir chanqab bo'lib qolaman. Hayvonlardan himoyalanish. Pashona qo'yitvochi. Va yana qizlar. Nima? Eshitsa bari biz hozir muhim odamlar qatnashadigan tanlov oldi majlisiga boramiz. Shunday ekan, ko'chini qisib jurmasa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, gap yo'q. Va shu yo'l bilan biz negilar jamiyatdan chiqarib tashlaymiz. Shu gapiga yepsan. Men ozgina bo'lsa ham ishlatasanmi? Menda yana bitta cho'p bo'lganda uni ham tiqib qo'ygan bo'lardim. To'xta, yana bitta dedingmi? Tabriklayman, sen chiqib qo'yding va shu paytgacha har bir obro'yingni ko'tingga tiqib o'rding, dalba yo'q. Oxirgi gapish shart emasdi lekin. Ammo buni to'g'rilashning yo'li bor. Aytchi, edina qo'y, senga aytmayman. Unda ko'ra Google'da ishla naxuy. Okey. Nihoya siba topdim. Birinchi qadam tayyorlanish kerak. Monster bilan urushdan oldin qaytib ozgina bo'lsa ham urushni o'rganib olish kerak. Ozgina dam olib Twix yeb ol. Yo'q, rahmat. Twix? Yo'q. Dam olib Twix yeb ol. G'alati yo'q, lekin yo'q. Pauza qil, Twix yeb ol. Zaybal qilding, o'sha Twixini ko'tlaringga tiqib ol.
Jim bo'lib qolganing sababi hozirgi gapim emasmi? Ikkinchi bo'lim ma'lumot yig'ish. Uchadigan kit qanaqa bo'ladi? Uchadigan it baliq, prosta kattaroq. Ma'lumot uchun rahmat. Uchadigan kit qanaqa bo'ladi? Oyog'im o'p naxuy. Aha, xo'p. Ufu, blet, o'pma. Axir o'zing aytding-ku. O, salom, brat. O, pizziz, brat. O, shunday, brat. Shunday ekan biz bir oldikki, u shunchaki it baliq, shunchaki kattaroq uchadigan it baliq. Uchinchi bosqich. Depressiya nima? To'xta, nima? Unga yana nima bo'ldi? Menimcha uni nimadir zo'rlagan bo'lsa kerak. Qitg'alash yoqtirasanmi? Shega. Yo'q, bля. To'rtinchi bosqich. Majlis. Kit. It baliq. Okey, давай boshqatdan. Kit. Mana qo'y. Wow, biz epladik. Bizda muammo bor, geniylar shug'ulni bosib olishdi. Qanaqa geniylar? Endi bo'lsa do'stlarim, geniylar sanaymiz. Qani boshladik. Boshladik. Bitta geniy, ikkita geniy, uchta geniy, to'rtta geniy, beshta geniy, oltita geniy. Menammi? Mayli, bu unchalik qo'rqinchli bo'lmadi. Men o'g'il bo'laman. Pashol naxu. Menimcha namidagi muammolarni kinodagi usullar bilan yechish kerak. Birinchi o'rinda operatsiya ish berishi uchun shipyonni topib ko'chaga cho'p tiqishimiz kerak. Oxir ushladimi? Endi cho'p olib kelinglar. Qishloqqa giyla kelyapti deb qishlog'imizni evakuatsiya qilamiz. Assalomu alaykum, eshit bo'ling, bu yerda giyla ko'payib ketibdi deb aytamiz. Shunda biz butun qishloqqa evakuatsiya qilishimiz kerakmi? Menimcha kimdir ko'chaga itarib ketishadi. Uni qishloqda hech kim yo'q deb hisoblanglar. Keyingi qadam dushmonni lo'q qilamiz. Hey, qara, menda nima bor? Oyna? Voy, bu yana qanaqa gey bo'ldi? Bu shunchaki seni aksing. Oynadagi geyni o'ldirish kerak. Hammasi reja bo'yicha ketyapti, u meni orqamda. Tepaga qanaqa raqobat boshiryapti bu? Oxirgi qadam dushmanni ko'tiga cho'p chiqish. Ko'tlar, qarochi uni ko'tiga cho'p chiqadigan odam men. Ko'tiga cho'p chiq naxuy. Mayli, taslimman, men sizlarga rejamni aytib beraman. Arava. Bo'ldi, o'ldirganman. Yo'li ko'tingni qisib turolmaysanmi? Qo'ysang-chi, baribir hech qanaqa qiziq narsa aytmasdi. U aytmoqchi ediki, milliarder ravasiga mina qo'yilgan. Yo'li bilayt. Qo'shamiz. Nima bo'ldi, brat? Muncha tez qaytyapsan? Shuncha korkamizdan qaraqadir talpib odam qurilib kelyapti. Boz, gazini bos. Salom. Bilet, tuxumim qayerda edi? Mana u. Xo'y, to'xta, Subaru. Nima jonkan? Sen menga 5000 qarzimni qachon berasan? Hech qachon. Xo'sh, bomba oldim. Buni qanaqa o'zlashtirish kerak bilasan, qo'llamajon. Men senga bomba yechuvchi emasman, naxuy, o'zing yap. Kotmisan? No, bilmadim. Kesib ko'rmasalan qizarlar. Endi tushunaman. Nimaga bu qo'llama g'irt musulligini? Zero. Va nihoyat dublajimizni tugatib oldik. Ovoz berdi. Animeshning timing, animeshning tarjimog'im, animeshning. Shuncha tomog'im qirilganiga bitta like va podpisatsiya bosib qo'yishlarga umiddaman, bolalar. Men o'lmadimmi? O'zing inamni qo'yadimi bu videoni Telegramga?